Balama Fransızlarının resmi kalısın derva. Amalar hayırlı kez, kanda avalınlar, yaxşımsızlar, yaxşıratamsızlar. Bugün acayip çıkışlar yüz verip geldi. Nereden başlap sözleşimini bilmeyvatma. Hazır ben kayada bilemsizler. Ben hazır Nice'ga kaytıp geldim. Senin yola kelmeyvatamda. Bugün aslında ben etdigende Marseille'den Milan'a avtobusluq barmoqchi bo'lgan. Ama bugünkü avtobusum 6 saat kechikkanligi uchun oxirsida 6 saat saqlab men qatnashdim avtobusni. Avtobus kelmay, undan keyin oxirida o avtobus cancel bo'lib ketdi, uchishib bo'lib ketdi. Ashuna qilib Milanga bordigan oxirgi avtobusim quruq kelib, shu Marseille'ga qaytib, Nice'ga qaytib keldim. Nice'da bugun qo'nib, erta tushdan keyin soat 6da Nice'den poyez bilan Milanga borman. Erta bir kun yana Nice'da bo'laman. Bugungi stress. It's a very stressed day, and nothing goes as I planned. Bugün acayip. I had a really bad day today. Really bad day. Biraz hayat çıkan çağda bunda işler yüz verip turdu. Siz oylagandek, unda plan qilgandek, unda mangmaydı bəsədə işlər. Bu bir hayatın mənası dep oylayman. Biroq bu işlər mening ko'nglimga not affected by these things. Really, I just want to enjoy here. I just want to have a good time. Unda bo'lsa, mana xayrli kech bugun men erta Nice'den erta bir kun Nice'da bo'lmangu, shu haqida yana vlog qilman. Shu haqida ko'rishaylik. Maqla, xo'shamsan malaga xayrli kech. Fransa'nınki Guantanamo olur kandaki. Müslümanlara hayırlı sahar. Ben hazır neye geldim insanlar? Ben Kana'ya geldim. Ben tüm gün Nice'ga qaytib kelgandim insanlar bilsizlar. Bugün 6 geçe saat 6 geçe vaktim battı. Ertegen qahva içib etib bir sezimga qoldi. Matrapda aylanib, şu French şu dengiz Mediterranean tarafdan aylanib bir şu Kana'ya kelmaptim ben. Qarsam 20 minut yo'l ke poyez bilan. Nima unda bu soat 6gacha Kana'ga berib o'ynab kelmayman, ko'rib kelmayman. Deb shappadanli biletni eliblar. Kana'ga 20 minut nasib uchish bo'ldi mana. Bugün 6'da Nice'den Milan'a poyezlik mağman. Sonra 6gacha vaqtim bor. Saat 4largacha, 5largacha shu Kana'da bo'lman. Kana'ni o'zinglar bilsizlar, men tushundirsam Gana'nın en dağlık bir yeri. Her yılı bir yerde dünyada dağlık Gana deyince Gana Film Festival oldu. Bu festivalını demişsem özənlədirsə dünyada dağlık nurgun menşinlər kelib, çolpallar kelib bu festival qatnışıdı. Birdən turib əşi festival bolduğana şu red carpet mağdağa yerlərə berib əşərlərini görmüş. Gana deyince, yani qanda düşündürüb bəsəm bulan
1946 yılı kurulgan bir festival. Aslında 1938 yılı kurulatdı ki, çünkü 2. Dünya Uruşı tüpayli keçiktirilip 1946 yılı tunji qitim Ghana festival bo'ldi ekan. Undan keyin har yili bir qitim o'tkazilgan festival bo'lib, hozirgi dunyoga dangliq 5 cho'ng festivalning biri. 5 cho'ng festival sen qag'inni bilasizlar. Masalan, Toronto International Film Festival, Berlin International Film Festival, Venice International Film Festival. Yana birisi bor, yana birisini ismini unutib qoldim. Undan keyin shu Ghana bilan 5 cho'ng film festivali dunyoda. Hozir nagim men esib qoldim, hozir poyezddan chiqdim, men bir ko'chalarga ketdim. Men gapirganligim uchun nagim anqinimni o'zimni bilmay qoldim. Hozir unda bo'lsa, chiroyli manzarlarni tatmay Ghananiki birdan turib dengiz tarafiga chiqamiz. Dangliq beachlari bor. Afsus, men bugun chimlash kiyimlarimni akamdim, so'nglashib bugun chimmayman. Ammo shahar ichini aylanamiz. Baza bo'lgan ko'chalarga kiraman. We're gonna just have fun today. I'm gonna take you guys to the most beautiful places. Wa men tourist information bakka. Mendan so'rayli. Bir xarita ilib, undan keyin shu xarita qarab maqsad topa olamiz. Mana Ghananiki bir xaritasini aldım. Neyadilika film festival bo'ldiga aldığımızda. Onun için bek peyziyalarını dep berdi, bardigan, ko'rdigan yerlerini dep berdi. Haritadan sızap berdi, misal-misallarga berib ko'rsang bo'ldi deb. Onda bo'lsa boshlab ketdik Ghananiki kunimizni. Wow, is this the one? Mushuma? Yep, Mushuma. Balla bek maz iştim birisi bo'ldi hozir. Men hozir meyada vlog qilib kelyaptim. Misamo red carpet mağlaya deb turishimga aparatimninki kartasi bor, ichidagi sig'imi to'shib ketdi. Hozir telefonimda tortyapman men videoni. Bek maz oldu. Endi vlogga qanday vlog qilman? Kart to'shib ketsa, meyada qayerda bir nimsatga yabado ashunday qilib aparatlarniki kartlarini sotadigan topsam bir karta olsam bo'ladi. Bo'lmasa I'm sorry guys. I'm really sorry. Endi telefonimda tortib turay. Onun ikisini birlashtirib qilsam bo'ladi. Mana mishaka bolalar red carpet. Hay televizorlarda mushunda ko'rinamda bir red carpet managa yerga o'xshamaydi bu ya. Meyaxtı qarsanglar mana dangliq markalar bor ekan, butun shu yo'lni bo'ylab. Prada, Dior, Chanel, hamma dangliq markalar bor ekan. Misada mashunda kelib, mashinalar bu yerda to'xtaydi. Bu yerda menda menga red carpetni mishay soldi, shu kirgizishga soldi-da. Ayada deganning aparatchilar deganning visual deganning rasmlarga tortidi vaqirab. Misada mashunda menga mashunda Mushunun sticker tutganda. Okay. It makes sense. Hozircha menda iliqqa bek xavfa bo'lmag'achqa adam ishongisi kelmaydi ekan. Iliqqa bo'lmas festival bo'lgan kuni vekshi paydiya setulg'um ya da shunglashda shunday iliqqa vekshi ko'rinikiga o'xshaydi. Bo'lmasa shu shunday oddiy bir ekan. Okay. There is nothing to see here. Vallahi biz hozir unda bo'lsa Old Town'ga qarab mandiq. Hozir shu yana tog'ning tepiga chiqgan ekan. Ammo ajoyib tog'larning tepiga chiqyapti men bu sayohatda. Yana shu tog'ning tepiga chiqib, kon shahar ichini bir oqur cho'gilab, undan keyin tushib, undan keyin shahar ichiga kiramiz yana kaynimizdagi. Ma binolari bek chiroyli ekan. Men bayan birdan rasmga tortdim, ayatga mevchi bilan vahshiy chiroyli ekan. Qaranglar anjirlarni pishib ketgan anjirlar. Okay. Zaten kameralarım emleşildi. Kameralarımga bir karta aldım. Ama telefonumda mı tattım? Hazır aşağıdan ikisini birleştirip
Qetib etmə telefonumdakini. Dəhşət issiq. Mən isib hazır. Tələb çıp bo'lib ketdim. Qaranglar yana chiroyliqlarni. Biz hozir yana Koni shahrining to'ppisiga chiqib boramiz. Pəlan çıxsaq bir peyzi güzel mənzərni görəyə çıxdıq oxşayımız. Qaraganda. O qal'aga, qal'ani o'tib chiqimiz ki. Vay, ma gül dehşet üstü, ösken nima qaranglar. Eşinchilik kichik yerdan o'sib qaranglar. Bütün uyning to'piga chiqibdi. Mana en güzel peyzi manzarasini ko'rg'aya keldik. Kanalninki en chiroyli. Men hozir to'pini bir aylanib rasmlarga tortib keldim. Wow. Yerda bir kichik kitobxona bormi qandaq? Hazır biroq Koni shahar bozorini orladik. Endi chiqib bu yerdan. Nega boramiz? Dengiz bo'yini aylanamiz. Mumkin oyoqda yana bir dağlıq markalarni, luxury narsalarni sotadigan do'konlar bor. Kash taraflarni biroq orlaymiz. Men hozir qaytib beliqi sapli oshxonalar bor, ko'chalarga ketib borman. Mesela bir yerda o'tirib bir tamoq yeb olgandan keyin qaytadan beltimni texa olmadim. O'taga shashada bilet elib. Ondan keyin asta nisqa qarab mangimiz. Bir kun butunlayla yetdi ekan. Bir kundan ichida, necha soatdan ichida cho'g'ilib talaysak, agar oftobga qolmayman desanglar, dengiz bo'yida yatmayman desanglar. Aylansanglar necha soatdan ichida aylanib talaysak. Ma Fransiyaning markasi Lador bakemiyada makaron satılgan. Miyaktan köstü bu yay. Bunlar ama tatlı yemeklikleri bek peyze. Ya ben nimdep kettim ayada. Ben Fransiyada o hazır elbette Fransiyanınki ya o. Ben hazır özümde başka bir devlettedek. Facebook git barandım kanda. Fransa'ya basanlar da bittim ben. Özüm Fransa'da durup resmi ben neçə gün o yerdə seyahat qılıb qalandan ketib barma. Raskapni qısam dəhşət çarçıdım. Bugün 9-cu günümə, 10-cu günümə öydən ayrılğanımğa. Sırt seyahat qıvatqanımğa dəhşət çarçıdım. Hazır şu Milan'da berip, Milan'da mı aylanğım yoxçu masa udul öy ketkin bar raskapni qısam. Bunda uzaq seyahat qılmayman deb təvəkkəndim, mən aldan qızılı. Mana mən restoranlar bak uçaq gəldim. Məsələn bir restoranı tepib peyzi. Miya sushi ki. Tamam ya. Recep umaq restoranlar ki bir peyzi restoranlar hem Allah. Miya qəhvəxana ki. Smile and the cool kids. Ma restoranlar şimdi açılaylık. Miya mı? İtalya çöptüğünü. İtalya restoran oxşaydı mı o? Vallahi mən hazır çüşlük tamaqını yap çıxdım. Çüşmə əmə saat 3 şubdu. Tamaq yegəş, nefki qaytılğan beltimini aldım.
4:20'ninki belti. Yani qarsam 1:20 saat vaqt var ekan. Shunimiz qilamiz, yani shu orlaymiz. Hozir asosiyatning ko'p bo'lgan ko'rg'aylarning. Shunda bo'lsa yana qaytadan menga abiyam bayqamagan yangi yerlarni ko'ramiz. Ma'zur qaytib ma'vilaqa tourist informationga keldim. Matlabida nimlar bor ekan, do'konlar bor ekan. Manda t-shirtlar bor ekan, ammo bekchiroyli ekan. Narxlar yalnız. Uyu, ma paytgan bor. Manda stakanlar bor. Ben poyezga chiqdim. Hozir Nefga qarab mandim. Nefda 1 soat vaqtim bor. Shigarab berib, otelga berib, chamadimni ilib, yana poyezddan so'ng berib, Milandan poyezdga o'tishim kerak. Vlogimni misali oxirlashtiray. Keldimki Milanga borgancha ko'chaylik.